farzand dunyoga kelgandan keyin mana shu mashmashalar har xil gaplar chiqishni boshladi-ku o'zi. Aslida birinchi farzandlari dunyoga kelgandan keyin oyijon qabul qilganlar u farzandni uylariga. Buni xabari tarqalganda turmush o'rtog'im kelib onalaridan kechirim so'raganlar. Shunaqa qilib qo'ydim, ona, farzand dunyoga keldi, qabul qilasizmi? Meni kechiring, men sizdan kelib rozilik ola olmadim. Men bunaqa bo'lib ketadi, farzand tug'iladi deb o'ylamagandim. Lekin tug'ildi, endi nevarangizdek qabul qiling deganlar. Oyijon boshida rosa qattiq his qilganlar, lekin qabul qilganlar. Mehr berganlar, 8 oylik bo'lguncha shu bolachani birga katta qilishgan. Olib kelib tashlashgan uyga. Oyijon o'zlari qarab yurganlar. Men sizga video, rasm taqdim etaman hammasini. Adajonam erkalab rosa yaxshi ko'rganlar. Lekin internetda biz ko'rdik, meni oila a'zolari qabul qilmagan deb birinchi munosabatlaridagi o'sha ayol chiqib gapirgan. Men o'shanda oyijondan so'raganman. Oyijon, sizlar qabul qilmaganmisizlar bu ayolni desam, bizdan kelib qabul qilishimizni hech kim so'ramagan qizim deganlar. Bir og'iz kelib, men endi bilmadim, bir chetdan qarab turgan inson sifatida qanaqa tavsiya bergan bo'lardim agar do'st bo'lsam yonida shu ayolni. Bitta chiroyli buket gul oling-da, shirinlik oling-da, yig'lab boring shu ayolni yoniga. Shunaqa bo'lib qoldi. Men shunaqa hayotni tanladim, yaxshi ko'rdim deysizmi? Barcha tuyg'ularingizni aytganingizda balkim oyijon qabul qilgan bo'lardilar, chunki juda ham yaxshi insonlar. Oyijonim, otajonim, to'g'ri insonlar. Hech kim so'ramagan, bormagan ham. Faqat farzandni berib yuborishgan, tashab ketishgan. Farzandni olib borib, hattoki o'sha ayolni o'zi ostonadan olib borib, qo'llariga berib chiqib ketgan vaziyatlari ham bo'lgan. Uzr so'ralmagan, gaplashilmagan oyijon bilan.